Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, biz kuzatuvchilar, obunachilar. Bugungi xonadonimiz Toshkent viloyati Quychirchiq tumani Mevazor mufida joylashgan. Eski nomi Krasin deb ataladi. To'g'rida ko'rib turgan yo'lingiz Mevazor mufining markaziga 300 metr. Taxminan 300 dan ham sal oshib qolsa kerak. Bu tomoni Tashovul, Aganyok, Food City, Qo'yliq, Sergeliga chiqadigan yo'l. Xonadonimizni mashina o'tib ketsa fasad qismini tushuntiraman. Xonadonimiz fasad qismi mana shu zabor tugaganda, ancha uzun, bu ham 40 metrdan baland. Mana shu zaborgacha. Qulay joyda joylashgan, shundoqqina yo'lni yuzi. Xonadonimizni kirganingizda mana shunaqa ixchamgina hovlisi kutib oladi. Umumiy maydoni 15 sotiq. O'ng tomonda 5 ta xona, hozir ichiga kirish imkoniyati bo'lmadi, chunki eshiklari yopiq. Kirib bemalol yashaydigan holatda xonalari. Chap tomonda 2 xona. Bu yoqqa ham kirib yashaydigan holatda. Xonadonimizni xat hujjatlari, kadastr dokumentlarda hech qanaqa muammo yo'q, hammasi joy-joyida. Gaz, svet, suv hammasi bor. Men bitta xona bor. Skladmi, bilmayman nima. Bu yoqda hammomi, tog' boqadigan, menimcha qo'y boqadigan hojatxonasi. Umumiy ekin ekadigan maydoni. To'g'ri to'rt burchak emas, bu sal 3 burchakroq bo'lib kelgan, qiya bo'lib mana bunaqasi. Shunda ham ancha joyi bor. Bemalol ikkita oila olsa, bo'lib uy quramiz desa, hozir endi ko'pchilik shaharlardan mana shunaqa kichkina uy olib qo'yib 2 sotiq, 1 sotiqmi shunaqa uylar ko'payib ketdi. Shunaqa qursangiz bo'ladi endi, bilmayman, qanaqadir o'zingizni qanaqa planingiz bo'lsa, shunaqa uy qursangiz bo'ladi. U bo'lsa do'konmi, tadbirkor akalarimiz bo'lsa, do'konmi, shu yerdan qanaqadir ovqatlanadiganmi? Chunki bu yerda yarmida aeroport, Quychirchiq tumanining yarmida aeroport, O'rta Chirchiqda asosan mana shu yo'ldan ketadi aeroportga. Bo'tlar snoska, buzilishga, qizil zonaga tushmagan. Ko'rinish xonadonimiz. Xonadonimizga so'ralayotgan narx hozirgi kunda 45 ming AQSh dollari. Yana kelishadigan joyi bor. Kelib turib, o'z ko'zingiz bilan ko'rib, har doim aytganimizdek, 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi, kelib o'z ko'zlaringiz bilan ko'rgan baribir boshqacha joyda mana shunda savdo qilsangiz tushib beradigan joylari bor. Telefon nomerlari qoldiramiz. Aloqaga chiqing to'liqroq ma'lumot olish uchun.